Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabilerinden Sa'd ibn Muaz radıyallahu anhu vefat etkenlerinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nima dediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem u zotni vefat etken haberlerini eshitganda uylaridan shu darajada shoshib chiqqan ekanlarki, sahobalar biror marta Payg'ambar alayhisalomni bunchalik shoshganlarini ko'rmaganmiz deyishgan. Payg'ambar alayhisalom shoshib kelib, ihtazza arshur rahman li mauti Sa'd ibn Muaz deganlar. Qarang. Sa'd ibn Muaz'ni vafotidan arsh larzaga keldi degan ekanlar. Allohning arshi larzaga kelyapti bir oddiy bandani vafotidan. Qizig'ini qarangki, necha yil umr ko'rgan desangiz, 37 yil umr ko'rgan u inson. 37 yil umr ko'rgan. Bundan ham bizni taajjubga soladigani, o'sha inson 30 yil hidoyatda bo'lmagan, ya'ni 30 yoshlarida islomni qabul qilgan. 7 yilgina musulmon bo'lib yashaganlar, 7 yil. Mana shu 7 yillik umr vafotlarida Allohning arshini larzaga keltirgan. Ya'ni shunday yashaganlar, shu darajada yashaganlar. Payg'ambar alayhisalomdan, yo Allohning rasuli, nima uchun bunchalik Sa'd ibn Muaz'ning janozasiga shoshildingiz deganda, mendan oldin farishtalar o'qib qo'ymasin degan ekanlar. Qarang. Sa'dning janozasini mendan oldin farishtalar o'qib qo'ymasin deb shoshildim degan ekanlar. Demak, umrni mana shunday o'tkazadigan bo'lsak, Allohning huzuriga yorug' yuz bilan borar ekanmiz.